chiroyli. Keyin maktabda ham uyda a'lochi o'quvchi bo'lishinglar uchun mana gulchalik ruchka. Qara o'zingga o'xshaydi shiri. Atrofga ketangina. Rozali maylimi? Rozali yaxshi. Mana bitta oq qoldi, rozali yo'q. Sening bilan barasan. Kel o'zim taqib. Ustozga arzimaydi. Aytgan Yaxshilab och Madina, oxirigacha itarsin. Ana, bu endi ochiladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bolajonlar, yaxshimisizlar? Darslarni yaxshi o'tyapsizlarmi? O'rganmayapsizlarmi? Birinchi o'rinni olishinglar uchun men sizlarga sovg'alar bermoqchiman. Safiya xoyinga abatok taqasizmi o'zi bola? Keyin bu ruchka sizga chiroyli, gulli, qarang, o'zingizga o'xshaydi. Sizga zo'ntikcha raqsga tushganda ishlatasiz, xo'p? Farida xoyinga abadokcha, chiroyli gulli ruchkachi. Marhamat. Gulli marhamat. Abadokcha, zo'ntikcha. Sen yaxshi o'qiyapsanmi sen? Maktabga boradi. Maktabga boradi. Mana qizim, mana senga ruchkachi, mana zo'ntikcha. Yaxshi o'qi. Malika sen kichkinasan, sar o'zi taqqin. Oqa. Mana qizimga. Barikalla qizlarim, sizlarni qiziga o'xshagan chiroyli gulli qari. Doston akasi yaqinroq olib qo'y, gulli qari o'ziga o'xshaydi. Bittasini, mana kela qasanam, kela. Mana, o'zi gulda, mana qizlarim gulga o'xshashadi hammalar. Ana, ana, hamma o'zini quyoshini tanlab oladi. Keyingi darsga kelguningizcha mana shu quyoshlarni yasab qo'yib qo'yaman. Konkursda birinchi o'rin olasizlarmi? Ha. Va'da berasizlarmi? Ha.